Milliy sertifikat savoli, bu tushgan savollardan ko'ramiz. Shakl mana bu yerda kvadrat, GNLF kvadrat mana bu yerda ham unga teng kvadrat, mana bu shakl ham kvadrat, kattasi ham kvadrat. Lekin mana bu o'rtalari degan joylari ham bor. Shunday bo'lsa, bizga YF berilganmidi 5ligi? 5ligi berilgan. Biz buni koordinata bilan ishlashga harakat qildik. Demak, buni ham boshqacha yo'llari ham bor. Mana bu tomon 5, mana bu tomon 5, buni topsa bo'ladi. Mana buni ham uzunlik topsa bo'ladi, buni ham uzunlik topsa bo'ladi. Ko'pchilik shu yo'lda ishlaydi. Unda ham to'g'ri, yaxshi javob chiqadi. Lekin biz boshqacha usulda ko'rsatyapmiz. Ayrim juda qiyin bo'lgan misolda koordinata holatda yaxshigina ishlasa bo'ladi. Endi bitta bizda formula bor ekan. S uchburchak, agar uchburchakning 3 ta nuqtasining koordinatalari berilsa, koordinatalar ma'lum holatda kelsa, 1/2 ko'paytirilgan x1 ko'paytirilgan y2 ayrilgan y3 qo'shilgan x2 ko'paytirilgan, qarang, x2 bo'lgan vaqtda y1 y3 bo'lish kerak. y3 ayrilgan y1 deb yozamiz. y3 ni mana bu yerda plyusni yozaman, mana bu yerda minusni yozaman. Tushundingizmi? Eslab qo'yinglar, formulani eslab qolish yo'llari ham bor. x3 yozamizda, ichkaridagi y1 y2 bo'lish kerak. U uchun y1 ni y2 ni plyusni yozgan bo'lsam, endi bu yerda y2 ni minusni yozaman. y1 plyusdan bo'ladi. Ana shu formula bilan topsangiz bo'lar ekan. Agar nuqta holatda mana buni koordinatalari ma'lum bo'lsa, biz mana buni y o'qi dedik, buni x o'qi dedik. Mana bu nuqta y o'qida bo'lganligi uchun mana bu koordinata bosh deb olamiz, 0 0 deymiz va shundan 5 masofa yuqorida bo'ladigan bo'lsa, mana bu nuqtaning koordinatasi nima bo'ladi? Aytinglar-chi? 0 5 bo'ladi. Tushundingizmi? 0 5 bo'ladi. Mana bitta nuqta keldi. Endi mana bu nuqtamiz bu tarafga 5 yurgan, chunki kvadrat mana tomoni 5 bo'lsa, bu ham 5 bo'ladi. Mana buni qiymati x dan 5, y danchi qarang. Mana bu yerdan 5, mana bu yerda 5. Demak 10 5 o'yn ekanmi mana bu nuqta? Ha? 5 o'yn ekan. Endi bizga mana bu kerak, qarang. Mana keyingi nuqtaga qaraymiz. Mana bu qiymat 5, bu qiymat 10, bu 10 bo'lsa, bu ham 10. Mana bu ham bizga 10 bo'ladi, umumiy 20 bo'ladi. Bu 20 bo'lsa, mana bu ham 20 bo'ladi. Kvadrat tomoni. Bu yerdan hisoblasak, 15 20, mana bu nuqta 35 bo'ladi. S nuqtaning x qiymati 35 ekan. Xo'p, 35 bo'lgandan keyin mana bu kvadrat, bu 20 bo'lsa, mana bu tomoni ham 20. Demak, buni y 20 keladi. Ana kvadrat uchburchakning 3 ta nuqtasini koordinatasi keldi. Endi mana formulaga qo'ysak, teng deymiz mana, teng 1/2 ko'paytirilgan x1 degani mana buni x1 deb olsak bo'ladi. 0 ko'paytirilgan, buni hisobga olmasak ham baribir 0 ga ko'payadi-ku. Qo'shilgan x2 mana bu nuqta 5 ko'paytirilgan y3 ana yerdan olamiz. 20 ayrilgan y1 mana bu y ayrilgan 5. Qo'shilgan x3, uning qiymati x 35